ishonmaysiz, lekin sizning xuddi mana shunday qo'ylaringiz yoki mollaringiz ham egiz tug'ishi mumkin. Bo'ladigan ish tiqigini o'zi buni zotida bor. Deb turgan akalarimiz videoga like bosib, videoni oxirigacha ko'ring. Hozir sizga buni to'liq tushuntirib beramiz. Ha, bu narsaning iloji bor. Siz kanalga obuna bo'lib qo'ying, men esa sizga buni hozir tushuntirib o'tib ketaman. U narsani siz nafaqat qo'yda, balki mana shunaqa mol, quyon va hattoki uy hayvonlarida ham qo'llasangiz bo'ladi. Buning uchun bizlarga qo'ylarni qo'chqor qo'shishdan oldin hammasiga Falimax dorisidan gavdasi mana shunaqa bo'ladigan bo'lsa 1 ml. Bundan sal kattaroq bo'ladigan bo'lsa 1,5 ml dan inyeksiya qilinadi. 3-4 kun o'tkazib yana bir marta inyeksiya qilinadi. Produktivnostni oshirish maqsadida обязательно trivit vitaminidan foydalanadi. Ichida E vitamini tuxumdonlarni stimullab beradi. Mollarga keladigan bo'lsak, mana shunaqa bahaybat sigir bo'ladigan bo'lsa 3 ml kuyikkandan keyin 12-kunda va 16-kunda 2 marta 3 ml dan inyeksiya qilinadi teri osti yoki muskul orasiga va 18-kun yoki 21-kunda esa qochiriladi. Trivitni esa 20 ml dan 3 kun muskuliga inyeksiya qilinadi. To'ppa-to'g'ri, bu narsani hammasi Allohdan, lekin siz sababini qilib qo'ying va natijasini ko'ring. bu videoni xuddi mana shunday qo'y yoki mol boqadigan do'stlaringizga jo'natib qo'ying.